2026-yilda, ya'ni fevral oyida xomg'ish, pishig'ishdan uy qurish necha pulga tushyapti? Akalar, qisqacha aytib beramiz. Podushkasidan boshlaymiz 70 ming so'mdan. Ustida ya'ni betoni bo'lsa, bu 40 bo'ladi, bular 50 ming so'mdan bo'ladi. Agar gazini bossangiz 60 ming so'mdan qilib berishadi. Va pishig'ish, xomg'ishni agar g'ishtni ichiga olib kirib beradigan bo'lsangiz, mana shu Bog'dod, Rishton va Oltiariqda ichida 500 so'mdan urib berishar ekan. Yani o'zlari tashqaridan toshadigan bo'lsa 600 so'm ekan. Agar buni vodiyda uzoqroqqa qarab turib, uni yana jichak-pecha oshishi mumkin va tushishi mumkin bo'ladi. Akalar, undan keyin tepada sesmalarimiz bo'lsa 70 ming so'mdan urib berishyapti. Akalar, eng qiziqarli joyi noldan patkulch qilib uylar qurib berish ekan. Mana shu ko'rinib turgan joylarning 5 xona, 2 ta koridori bilan eng qiziqarli joyi 5 kunda ujumini ko'tarib bo'lishibdi. Noldan patkulch hamma yo'qni qilib berishar ekan. Yani betoni, xomg'ishi, pishig'ishi, shlaka blok, xullas gaza blok farqi yo'q. Tomini yopishar ekan, pataloylar qilishar ekan, suvoq qilishar ekan. Ustalarimiz universal ekan. Agar to'liq videosini ko'rmoqchi bo'lsalaring, Gazini bos YouTube kanalida bir 10 minutlik video olganmiz, o't ko'rishni tavsiya qilib qolamiz. Yoki to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, pastda burchakda telefon raqami bor. Gazini bosdan oldim desalaring, yana ham to'liqroq tushuntirib berishadi. Agar telefonga javob berisha olmasa, ishlashayotgan bo'ladi, imkon qadar shomdan keyin javob berishadi akalar.